100 ming talanglar bilan kelyapsiz. Nima? Elektrik mana shu yerda bezaga elektrik. 7 ta bojamiz biz. 7 ta bojamiz. 7 ta bojaga yarasha simichka bering 10 ming bo'ladi. 7 ta bojani ham 10 ming bilan allamoqchimiz. Necha pul kerak? Xullas, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Obuna bo'lib, like bosib kuzatib boringlar, qiziqlar oldinga hali. Aka, sizga bitta qo'shiq keldi-da, qo'shiq. Ha, ayting. Ana, nima deydi? Bojamsiz shoxsam ko'zim ko'r bo'lsin degan videoni ko'rdingizmi deyman-a? Ya endi eshityapman siz. Siz bitta shior bilan yuring. Nomus bilan ori bo'lmas, bojasini yig'latgani degan. Ana shu qo'shiq bilan ertalab yotib, kechga uyg'oning. Nima deysiz? Men bitta aytsam bo'ladi. Dasturxonda noni bo'lmas, bojasini yig'latgan. Rahmat. Nima dedingiz? Men ham aytaymi bitta? Ayting akajon. Tovuq tuxum bo'lsa, cho'ja bo'ladi deydi. Qarindoshi eng yaqini boja bo'ladi. Yo'qbana aka, siz boja tanlashga adashmabsiz. U Adashmayman. bojalarni qo'yavermang, mana akani bojalari manaki, haqiqiy mart ekan. Uzrda men amburni qo'yavering lekin. Amburni o'shyapsiz-da. Ko'p bilan yuraman-da men. Ha. Yaxshi kunlar ko'rishaylik aka. 10 minglik berib faqat bojalar olib boring. Olib boraylik. Ha. Bu yetadimi shu? O'zizdagmi bojalar ham martmi? Bojalar aslilagan. Ha, bizda baquvvat. Qarang, to'xtamay aytaman. Aka, bojalaya, to'xtading-da endi. Bizda kredit bor. Dabobkani to'xtading. Dabobkasi. Hozir men hangom aytib ko'rmayman, siz dabobga kelyapsiz, akajon. Jonli sog' bo'ling. To'xtamay aytaring. Aka, yaxshi kunlar ko'rishaylik. Sog' bo'ling, bayram yaxshi o'tkazing, akajon. Adushilika, yurakkas aka.